Navbatdagisi kritlik Epiment miloddan avvalgi 6-asrda yashab o'tgan faylasuflardan ekan. Afsonaviy Yunon donishmandi Epiment Krit orolida tug'ilgan. U donishmand Solon bilan yaqin do'st bo'lgan. Solonga qonunlarni tuzishda ko'maklashgan. Miloddan avvalgi 596-yilda Epiment Afina shahrini vabo epidemiyasidan saqlab qolgan. Manbalarda yozilishicha, faylasuf 300 yildan ortiq umr ko'rgan. Значит, 300 yildan oshiq umr ko'rgan bo'lsa, endi bo'lishi mumkin u paytlarda o'zi Alloh kalomida yozishi bo'yicha odamga 1000 yilda atrofida umr bergan. Mana misol uchun odam alayhissalom, undan keyingilar, ayniqsa aniq Qur'onda bitta nima keltiradiki, haligi fakt, o'shandan Nuh alayhissalom ikkinchi odam atadi. Buni 950 yil qavmini nima qiladi? Yaxshilikka chorlaydi. Ular ko'nmagandan keyin, suv olib botib ketgandan keyin, ular cho'kib ketgandan keyin kemada shuncha yil yurib, bu yerda Judi tog'iga qo'ngandan keyin u yerda boshqatdan yana yashab, u yerda haligi 3 ta o'g'li bilan ikkinchi haligi nima qilib, haligi odamlarni yaxshilikka chorlashga nima qilib, endi bu aytishicha 1000 yildan oshiq umr ko'rganligini aytyapti. Endi odam haligi asabini buzmay, yaxshi yashab, haligi sog'ligiga qarab yashaydigan bo'lsa, shuncha yil yashaydi. Haligi umrni ko'p yashayman, haligi o'zini mana odamda ong osti degan narsa borda, Alloh boshqaradigan, shunga yo'lni bilib oladigan bo'lsa, juda ko'p yashaydi inson. Insonni o'ziga bog'liqda bu narsa ham. Endi bu rivoyatlaridan Epimentning yolg'on so'zlagan kritlik haqidagi mantiqiy ziddiyati necha asrlardan buyon donishmandlar uchun yechib bo'lmas muammoligicha qolayotir. Bu izlanmaning mazmuni shunday: bir kritlik so'zlay turib, men aldayapman deydi, yoki hozir men aytadigan so'zlar yolg'on deyishi mumkin. Yo bo'lmasa bunday deydi: aytgan so'zlarimning bari yolg'on. Agar so'zlovchi chindan ham yolg'on gapirgan bo'lsa, uning iqrori haqiqat. Aksincha, so'zlovchining aytganlari chin bo'lsa-yu yolg'on gapirdim desa, u rostdan ham yolg'on gapirgan. Shunday qilib, agar so'zlovchining iqrori rost bo'lsa, u yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Aksincha, uning iqrori yolg'on bo'lsa, gaplari rostdir. Ushbu mantiqiy ziddiyatning kashf etilishi ko'plab faylasuflarni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ydi. Faylasuf Xristipp miloddan avvalgi 281-208 yillar o'tgan odam ekan. Ana shu zidlanmaga bag'ishlangan 3 ta kitob yozdi. Kostlik Files ismli donishmand esa bosh qotira ziddiyatni yecha olmagach, alam ustida o'z joniga qasd qildi. Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, taniqli Yunon olimi, mantiq ilmining bilimdoni Diodor Kronos miloddan avvalgi 307-yillarda vafot etgan odam ekan. Hayotining so'nggi yillarida ushbu zidlanmani yechishga bel bog'lagan. U yechimni topmaguncha ovqat yemaslikka ont ichgan va oxir oqibat bandalikni bajo keltirgan.